do'stlar, bugun sizlar bilan gipertoniyani navbatdagi mavzusini davom ettiramiz. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz bu nishon a'zolarini zararlanishi bo'ladi. Ya'ni nishon a'zolarini zararlanishi haqida gaplashib o'tamiz. Albatta, eng so'nggi 2024-yilgi tavsiyanomalar asosida. Demak, boshladik. Gipertoniya kasalligida nishon a'zolaridan asosan 4 ta sistema zarar ko'radi. Bular yurak-qon tomir sistemasi, nerv sistemasi, siydik ayri sistemasi, ya'ni buyraklar hamda ko'z ko'rish sistemasi zarar ko'radi. Har birini zararlari mana bu jadvalda berilgan. Misol uchun ko'z bo'yicha qanday muammolar, miya bo'yicha qanday muammolar, katta va o'rta arteriyalarda qanday muammolar, mikrosirkulyatsiyada qanday muammolar, buyrakda qanday muammolar va yurakda qanday muammolar bo'lishi haqida barcha ma'lumotlar berilgan. Buni inglizcha berilganligi uchun pastdagi jadvalda o'zbekchaga tarjima qilib chiqqanmiz va shu orqali ko'rib chiqamiz. Demak, gipertoniyada birinchi bo'lib zararlanadigani va eng erta belgi bildiradigani bu ko'z hisoblanadi. Ko'zdagi mayda qon tomirlar, ya'ni mikrotomirlarda remodulyatsiyasi, ya'ni qayta struktur tuzilishi bo'ladi hamda ko'zda gipertonik retinopatiya kuzatiladi. Gipertonik retinopatiyani 4 ta etapi bor, 1 dan 4 gacha. Shu 4 etapini pastroqda birozdan keyin gaplashib chiqamiz. Hop, ikkinchisi miyani zararlanishi, ya'ni bosh miyada qanday zararlanishlar bo'ladi. Bosh miyani oq moddasi shikastlanishi, yashirin mikroinfarktlar, ya'ni miyaga qon quyilishlari kuzatiladi. Mikro qon ketishlar, ya'ni mayda qon tomirlaridan qon ketishlar, miya atrofiyasi, ya'ni miyani rivojlanishini orqaga ketishi, ya'ni miya yaxshi rivojlanmasligi, kognitiv buzilishlar, ya'ni kognitiv buzilish degani bu es-hushni buzilishi, xulq-atvorni buzilishi, gapirishdagi buzilishlar va hokazolar. Hamda og'ir ahvollarda, og'ir holatlarda tomirli demensiya, ya'ni tomirlarda qon aylanish buzilgandan keyin bemorda xotira buzilishi kuzatiladi. Aynan shu demensiya hisoblanadi. Albatta, eng og'ir asoratlardan biri bu ishemik insult hamda miyaga qon quyilishi, ya'ni gemorragik insultlar hisoblanadi. Hop, endi yurak-qon tomir sistemasidan birinchi belgi bildiradigani bu chap qorincha gipertrofiyasi zo'riqish hisobiga kelib chiqadi. Undan keyin chap bo'lmacha va qorinchani kengayib ketishi boshida gipertrofiyaga uchraydi. Bu bosim, davleniya yuqori bo'lishi yurakni borgan sari kengayishiga olib keladi. Va bundan tashqari bo'lmachalar fibrillatsiyasi, yurak ishemik kasalliklari, ya'ni stenokardiyalar, IBS deb qo'yamiz xalq tilida, miokard infarkti, sistolik va diastolik yurak yetishmovchiligi kabi og'ir asoratlar berishi mumkin. Hop, endi buyrak sistemasidan birinchi beradigan asorati bu buyrak kaptokchasini yuqori davleniya hisobiga zararlanishi va u yerda kaptokchada glomeruloskleroz rivojlanishi hisoblanadi. Ya'ni kaptokchada qon aylanish buzilgandan keyin u yerda biriktiruv to'qima rivojlanadi. Va siydikda qon oqsil ajralishi, albuminuriya hamda proteinuriya kabilar kuzatiladi va buyrakni siydik ajratish funksiyasi pasayib ketadi. Ya'ni GFR, ya'ni kaptokchalarning filtratsiya tezligi pasayib buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Hop, katta va o'rta arteriyalar, ya'ni yirik arteriyalarda qanday o'zgarish bo'ladi? Misol uchun aorta aterosklerozi bo'lishi mumkin. Qon tomir devorlarining kalsifikatsiyasi, misol uchun koronal qon tomirlarida kalsifikatsiya juda ko'p uchraydi. Hamda qon tomirlarini qattiqligini ortib ketishi, tomir devorida tuzlar, yog'larni to'planishi hisobiga qattiqlik ortib ketadi. Endi mikrosirkulyatsiya degani aynan periferik qon tomirlarda qon aylanishini mikrosirkulyatsiya deymiz. Aynan shulardan qon tomirlarda endoteliy disfunksiyasi, ya'ni endoteliy disfunksiyasi degani endoteliy ishlab chiqaradigan moddalar faoliyatining buzilishi. Misol uchun aytaylik, endoteliyadan ishlab chiqariladigan muhim moddalardan biri bu azot 2 oksidi. Aynan shu azot 2 oksidi sintezi pasayib ketib qoladi. Va endotelin degan modda, endotelin bir deb qo'yamiz. Qon tomirlari kuchli toraytiruvchi endotelin sintezi oshib ketib qoladi. Ya'ni endoteliy funksiyasi, normal funksiyasi buziladi. Keyingisi vazoreaktivlik, ya'ni qon tomirlarining aktivligini oshishi. Bu degani qon tomirlarining mediatorlariga sezuvchanligi odatdagidan ko'ra oshib ketadi. Odatda misol uchun ehtiyojga mos ravishda mediatorlarga sezgirli bo'layotgan bo'lsa, endi
aynan shu mediatorlik sezgirlik odatdagidan ko'ra oshib ketadi. Aynan shu vazoreaktivlik degani. Bunda ham tomirlarda remodelashuv, ya'ni qayta tuzilish kuzatiladi. Tomir devorida fibroz va yallig'lanish prosesslari ketadi hamda periferik qon tomirlarining qarshiligi oshib ketadi. Bilasizlar, periferik qon tomirlarining qarshiligini oshishi bu total periferial rezistentlik degan tushunchani bildiradi. Aynan shu oshishi bu arterial bosimni oshishiga olib keladi. Ya'ni bu bir-biriga qulf kalit mexanizmida qayta ishlayveradi. Demak, bu gipertoniyada nishon a'zolarining zararlanishi bo'yicha organlarni ko'rib chiqqan edik. Endi har bir organda bitta ko'rib chiqamiz. Demak, ketdik. Birinchi yurak qon tomir sistemasidan ko'rib chiqamiz. Birinchi kuzatiladigan diastolik yurak yetishmovchiligi. Diastolik yurak yetishmovchiligi qanaqa bo'ladi? Mana bu yurak. Mana bo'lmachadan qorinchaga qon o'tyapti, qorinchadan aortaga qon o'tadi. Endi tasavvur qiling, aortada arterial bosim baland. Chunki davleniya yuqori. Arterial bosim baland bo'lsa nima bo'ladi? Yurakni qon chiqishiga qarshiligi bor. Periferik qarshilik deymiz buni. Ya'ni total periferial rezistentlik degani, umumiy periferik qarshilik shu ortib ketadi. Ya'ni periferik qon tomirlar qarshiligi oshishiga olib keladi. Yuqori davleniya. Endi periferik qon tomirlari qarshiligini oshishi degani bu afterload kuchayishi degani. Afterload. Ya'ni yurakni keyingi yuklamasi oshib ketib qoladi. Yurakdan qon chiqishiga qarshilik oshib ketib, keyingi yuklamasi oshib ketadi. Bu esa o'z navbatida nimaga olib keladi? Chap qorincha gipertrofiyasi. Chap qorincha gipertrofiyasiga olib keladi. Bu esa vaqt o'tishi bilan diastolik yurak yetishmovchiligi. Diastolik yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Tushunarli. Demak, bu birinchi zararli ta'siri yurak qon tomir sistemasiga bu diastolik yurak yetishmovchiligi hisoblanadi. Xo'p, ikkinchisi yurakda ateroskleroz, stenokardiya va miokard infarkti olib qolishi mumkin. Ya'ni bu nima degani? Gipertoniya kasalligi, gipertoniya aytib qo'yamiz. Bu yerga yozib ketamiz. Gipertoniya kasalligi aterosklerozni stimullovchi eng asosiy faktor. Ya'ni qon bosimining yuqori bo'lishi aterosklerozni rivojlantiruvchi eng asosiy faktor hisoblanadi. Bu yerga plyuslar ko'paytirib qo'ydim. Gipertoniya aterosklerozni eng kuchaytiruvchi faktor hisoblanadi. Demak, endi o'ylaylik, mana bu qon tomir devori. Tomir. Yana bu tomir ichida ateroskleroz bor. Ateroskleroz bor. Aynan shu, mana buni ko'rishingiz mumkin. 70% va 70% dan 90% gacha deylik. 90% gacha yopiladigan bo'lsa, bunda bemorda stenokardiya xurujlari kuzatiladi. Stenokardiya xurujlari kuzatiladi. 70% dan 90% gacha bo'lsa, chunki yuklama paytidagina bemorga yuragiga qon yetarli bo'lmaganligi uchun, ya'ni kislorod yetarli bo'lmaganligi uchun yurakka nagruzka tushadi va u stenokardiyaga olib keladi. Xo'p, endi agar bu 90% va undan yuqori, ya'ni 100% gacha bo'ladigan bo'lsa, mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Mana tromb. Qon tomiri yopilib qoldi. Natijada mana bu qon tomirida bir qismi polniy zararlandi, mana bu yer. Qoraytirib qo'ydim. Bir qismi zararlanib, bu endi nimaga olib keladi? 90% yoki 100% bekilganda bu miokard infarkti olib keladi.
miokard infarktiga olib keladi va miokard infarktidan bemor to'satdan o'lim bo'lishi mumkin. Bemor to'satdan o'lib qolishi mumkin. Demak, bu gipertoniyani yurak qon tomir kasalliklariga keltirib chiqaradigan asoratlar hisoblanadi. Ya'ni stenokardiya chaqirishi mumkin, miokard infarkti chaqirishi mumkin. Endi oyoq qon tomirlarida ateroskleroz bo'lsa nima bo'ladi oyoqda? Oyoqda ateroskleroz bo'ladigan bo'lsa, bunda periferik arteriya kasalliklari kelib chiqadi. Periferik arteriya kasalliklari. Misol uchun mana o'sha qon tomir, yana bu yerda ateroskleroz bor. Ateroskleroz bor, mana bu oyoqda ko'rishingiz mumkin mana. Bu yerdan qon yaxshi o'tmayapti. Mana. Oyoqqa qon yaxshi yetib kelmayapti. Agar xuddi shu narsa mana ikki xil ko'rinishda bu ham 70-80% yopiladigan bo'lsa, 80% yopiladigan bo'lsa, bunday holatda bemorda periferik arterial kasalliklar kelib chiqadi. Ya'ni oyoqda qon aylanish buzilishi hisobiga oyoqda muzlash, og'riq, bezovtalik belgilari kuzatiladi. Agar bu 100% yopiladigan bo'lsa, 100%, buni biz o'tkir ishemiya deymiz. O'tkir ishemiya. Oyoq qon tomirlarida o'tkir qon aylanish buzilib qoladi. O'tkir qon aylanish buzilib qolish natijasida o'tkir oyoq ishemiyasi, kritik ishemiya vujudga keladi va bunda bemor oyog'i gangrena bo'lib ketishi mumkin. Gangrena bo'lib, keyin u esa amputatsiya bo'lishi mumkin. Amputatsiya bo'lishi mumkin. Mana bu oyoqqa beradigan asoratlari hisoblanadi. Xo'p, aorta kasalliklaridan aortaga ham asorat beradi dedik. Aorta kasalliklarida anevrizma bilan disseksiyaga olib keladi. Mana bu yurak. Yurakdan mana qon chiqyapti, ketdi. Bosim yuqori bo'lganda mana bunaqa devori shishib qoladi aortani. Aynan shuni biz anevrizma deymiz. Anevrizma vujudga kelishi. Bu anevrizma ba'zida aynan shu shishgan joyini bir devorni qismi yorilib, uni ichiga mayda qonni bir qismi kirib, mana bu qon tomir devorini, sochma devori deylik, bunday qilib yorib ketadi. Qon tomir devorini yorib ketishi natijasida bunda nimaga olib keladi? Aorta disseksiyasiga olib keladi. Aorta disseksiyasiga olib keladi. Bu yurak qon tomir kasalliklarini kelib chiqarishiga sabab bo'ladigan gipertoniyani asorati edi. Endi gaplashadigan mavzuyimiz bu nerv sistemasidan beriladigan asoratlar hisoblanadi. Demak, gipertoniya kasalligi nerv sistemasida quyidagi asoratlar beradi. Birinchisi bu oldin ham aytib o'tdik, eng muhim asoratlari bular tranzitor ishemik ataka, ya'ni tranzitor ishemik xuruj, ishemik insult, gemorragik insult, uning ham ikki xil turi bor, parenxematoz hamda subarachnoidal, ya'ni miya pardalari orasiga quyiladigan turlari dedik. Hammasini umumiy asosida ateroskleroz va qon bosimining yuqori bo'lishi yotadi. Mana bu o'sha ateroskleroz. Bu ateroskleroz endi miya qon tomirlarida. Bilamizki, mana bu umumiy uyqu arteriyasi. Umumiy uyqu arteriyasi. Aynan shu umumiy uyqu arteriyasi devorida mana bu ateroskleroz mana. Ateroskleroz. Aynan umumiy uyqu arteriyasi devorida ateroskleroz hosil bo'lishi natijasida bu yerda nima bo'ladi?
karotid stenoz bo'ladi. Stenoz. Ya'ni qon tomir devori torayadi. Mana o'z ko'rib turibsizlar mana. Qon oqimi sekinlashadi bu yerda. Chunki qon tomir devori ma'lum bir miqdorda yopilgan. Aytaylik, masalan, 60% yoki 70% yopilgan bo'lishi mumkin. Bu yopilishi miyaga qon yetib borishini kamayishiga olib keladi. Natijada bemorda karotid stenoz vujudga keladi, ya'ni qon tomir devori ma'lum bir qismi yopiladi. Bu esa tranzitor ishemik atakaga olib keladi. Tranzitor ishemik ataka degani nima degani? Tranzitor ishemik ataka degani bosh miyada qon aylanishini qisqa muddatli o'tib ketuvchi buzilishi. Bosh miyada qon aylanishini qisqa muddatli o'tib ketuvchi buzilishi. Bu degani bir necha soat ichida bemorda ishemik insult belgilari paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha bir tomonda qo'l harakatining sekinlashuvi, nutqda buzilishlar, es hushda buzilishlar bo'lishi mumkin va bu bir necha soat ichida 1-2 soat deylik. Ko'pincha 1 soat bo'ladi. 1 soat ichida bu belgilar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi va miyada qon aylanish tiklanadi. Aynan shu tranzitor ishemik ataka deyiladi. Bu ogohlantiruvchi signal hisoblanadi. Ogohlantiruvchi. Agar e'tibor bermasangiz, bu keyin haqiqiy insultga olib keladi. Hozirgisi tranzitor ishemik ataka, ya'ni insult oldi holat edi. Agar siz bunga e'tiborsizlik qiladigan bo'lsangiz, ishemik insultga yoki gemorragik insultga olib kelishi mumkin. Bu juda xavfli holat hisoblanadi. Endi ikkinchisi xuddi shu holat, ya'ni bunda ham o'sha ateroskleroz bor, lekin ateroskleroz endi ko'chgan. Joyidan ko'chgan ateroskleroz u mana bunday trombchalarga aylanib turib, ma'lum bir qon tomirlar devorida qon aylanishini buzilishiga olib keladi. Bu mana bosh miyada qon aylanishini o'tkir buzilishi ishemik tipida. Bosh miyada qon aylanishini o'tkir buzilishi ishemik tipida. Chunki aynan mana bu aterosklerozning yorilishi natijasida hosil bo'lgan tromblar mayda qon tomirlarga turib qolishi natijasida u yerda qon aylanishi buziladi va ishemik insult belgilari paydo bo'ladi. Ya'ni buni qanday ketma-ketlikda ketaman? Ateroskleroz yorildi. Ateroskleroz yorildi. U nima qiladi? Miyada o'tkir ishemik olib keladi. Aynan miyani qaysi qismida bo'lsa ham o'tkir ishemik olib keladi. Aynan shu ishemik insult deyiladi. Ishemik insult. Xo'p, endi keyingisi bu gemorragik insult keyingi surati faqat miyaga qon quyilishi bilan kechadigan. Ya'ni gemorragik insult ham ikki xil turi bor. Miya ichiga qon quyilishi bilan kechadigan va miya pardalari orasiga qon quyilishi bilan kechadigan turlari bor. Miya ichiga va miya pardalari orasiga gemorragik insult, gemorragik parenximatoz insult bo'lsa, gemorragik subarachnoidal insult deyiladi bunisi. Xo'p, buni kelib chiqishi qanday bo'ladi? Buni kelib chiqishi qaraydi, mana arterial bosim baland. Arterial bosim baland bo'lishi bu miyada qon aylanish buzilishiga olib keladi va miyaning ma'lum bir qismida bunaqa anevrizmalar shakllanib qoladi. Anevrizmalar yuqori qon bosimida. Aynan bu nima? Miya anevrizmasi. Miya anevrizmasi deb ataladi. Bu miya anevrizmasi shu anevrizma bor bo'lgan tomirni yorilishiga olib keladi. Qon tomiri yorilishiga olib keladi. Qon tomiri yorilgandan keyin qon ikkita joyga quyilishi mumkin yoki miyalar pardalar oralig'iga. Bu subarachnoidal insult deyiladi. Subarachnoidal gemorragik insult yoki miya ichiga quyilishi mumkin
parenximatoz. Parenximatoz gemorragik insult hisoblanadi. Demak, bu aynan gemorragik insultda kelib chiqishi edi. Bundan tashqari, xuddi shu gemorragik insult miya pardasi orasida ham bo'lishi mumkin. Mana subarachnoidal gemorragiya deyiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Miya pardasi orasida bo'lyapti. Bu subarachnoidal gemorragiya, ya'ni miya pardasi orasiga qon quyilishi kuzatilyapti. Demak, aynan gemorragik insultni turi xuddi shunaqa edi. Gemorragik subarachnoidal insultda miya pardalari zararlanar edi. Xo'p, endi buyrakdagi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, buyrakdagi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Buyrakdagi o'zgarishlarda eng asosiylari bu o'tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligi hisoblanadi. Xo'p, o'tkir yoki surunkali buyrak yetishmovchiligi qanday kelib chiqadi degan savol tug'iladi. Mana bu buyrak va buni ro'parasida nima turibdi? Shumlyanskiy Bauman kapsulasi turibdi, ya'ni kaptokcha. Buyrak kaptokchasi, nefron kaptokchasi hisoblanadi. Xo'p, aynan arterial bosim baland bo'lganda, ya'ni yuqori bo'lgan paytda nima bo'ladi? Aynan mana bu qon tomirlar devorida spazm, reflektor spazm kuzatiladi va bu qon tomirlar devori yuqori bosimga bardosh bera olmasligi natijasida bu qon tomir devorida o'tkazuvchanlik oshib ketadi. Mana bu mayda kapillyarlarda o'tkazuvchanlik oshib ketib, bu yerdan qon sekin-asta kapsula orqali nimaga chiqishda boshlaydi? Shumlyanskiy Bauman kapsulasi orqali siydik bilan chiqa boshlaydi. Biz buni nima deymiz? Gematuriya deymiz. Gematuriya. Va aynan zararlangan qon tomir devori sklerozlanadi. Qon tomir devori sklerozlanib qattiqlashadi. Qattiqlashgani hisobiga aynan qon tomir qattiqlashib, bu buyrakka qon kelishini yanada yomonlashtiradi. Natijada buyrakda mana bu kaptokchalarda ishemiya kuzatiladi. Ishemiya. Bu ishemiya natijasida buyrakda ikki xil o'zgarish rivojlanadi. Agar bu ishemiya tezlikda rivojlanadigan bo'lsa, o'tkir buyrak yetishmovchiligi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi yoki open deydi, yoki surunkali buyrak yetishmovchiligi yoki surunkali buyrak kasalligi ham deyiladi. Hozirgi kunda surunkali buyrak kasalligi atamasiga o'zgargan. Bu demak gipertoniyani asorati sifatida buyrak yetishmovchiligini rivojlanish mexanizmi edi. Endi ko'zga beradigan asoratlar bular retinopatiyalar hisoblanadi, ya'ni ko'z to'r pardasini zararlanishi. 4 ta bosqichda amalga oshadi. Mana birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich va 4-bosqich. Birinchi bosqichda nima bo'ladi? Birinchi bosqichda qon tomirlarda arteriya venoz torayishlar kuzatiladi. Arteriya venoz torayishlar kuzatiladi. Mana bu qon tomiri bo'lsa, aynan qon tomirda devori zararlanib, qon tomir aynan ko'z to'r pardasida qon tomirlar torayadi. Bu birinchi etap. Ko'z tubida unaqa yaqqol o'zgarish kuzatilmaydi. Ikkinchi etapda tomirlar spazmi. Tomirlar spazmi kuzatiladi va qon tomir devori bunda qon tomir devori sklerozga uchraydi. Qon tomir devori sklerozga uchraydi. Uchinchi etapda esa qon tomirlarda anevrizmalar shakllanadi. Uchinchi etapda anevrizma va mayda kichik qon quyilishlar. Anevrizma va gemorragiya. Ko'z tubini ko'rganingizda u yerda paxtasimon dog' paydo bo'ladi. Paxtasimon dog'lar mana. Bu paxtasimon dog'lar paydo bo'ladi. Mana bu qon tomirlar devori mana bunaqa ishgan, anevrizmasi borligini
ko'rishingiz mumkin. Va 4-bosqichda shish papilledema, ya'ni shish kuzatiladi. Ko'z tubi shishadi. Mana bu anevrizmalar yorilib ketishi natijasida qon tomir o'tkazuvchiligi ortib, bu yerdan qon ko'z tubiga tushadi. Qon ko'z tubiga tushishi natijasida ko'z tubiga qon qo'yilib, papillyar mana bu ko'z to'r pardasi shishib ketadi. Ko'z tubi to'r pardasi shishib ketadi. Aynan shu papillyar edema deyiladi. Bu demak retinopatiya edi. Sizlar bilan mana gipertoniya asoratlarini yurak-qon tomir sistemasiga, nervga, buyrakka va ko'zga beradigan asoratlar haqida gaplashib o'tdik. Agar ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bizni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga, ya'ni Telegramga, YouTube'ga, Instagramga a'zo bo'ling. Like, komment bosib qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz sizlar uchun yangidan-yangi video darsliklarni tayyorlashda davom etamiz. Sog' salomat bo'linglar.